Yurtimizda tinchlik, totuvlik va hamjihatlikni mustahkamlash, turli millat va elat vakillari o'rtasidagi do'stlik rishtalarini yanada kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan viloyatimizda do'stlik festivali haftaligiga start berildi. Festival ochilish marosimi Sharof Rashidov haykali poyiga gul qo'yish tadbiri bilan boshlandi. Unda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, turli millat va elat vakillari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Dastlab shu haqda. O'zbekiston turli millat va illatlar ahil va inoqlikda yashab, yagona vatan ravnaqi yo'lida birlashgan mamlakat. Jizzax zaminida ham o'zbek xalqi bilan bir qatorda koreys, qozoq, qirg'iz, tojik, rus va boshqa millat vakillari o'z tili, madaniyati hamda an'analarini asrab-avaylagan holda o'zaro hurmat va bag'rikenglik muhitida istiqomat qilib kelmoqda. Xalqlar do'stligi kuni doirasida o'tkazilgan marosim davomida ishtirokchilar atoqli davlat va jamoat arbobi Sharof Rashidov xotirasiga hurmat bajo keltirib, haykal poyiga gullar qo'ydilar. Tadbirda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni mustahkamlash, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlikni yanada rivojlantirish bugungi tinch va osoyishta hayotimizning muhim omillaridan biri ekani alohida ta'kidlandi. Jizzax oblasında her türlü millet milletler jayimiz var. Birge jayındagimler jiyin ötküzemiz, konser ötküzemiz, elimiz, yurtumuz tinch bolsun. Bärligiga muna rahmet elbaşımızga, prezidentimizge rahmet. Prezidentimizin arkasında meni qanday şariatlar жақсы. Muna jayındagi xalqda осы келе жатқан халықтар достық мейрамдары құтты болсын дейміз. Этот день очень глобальный и Bu kun global miqyosda muhim ahamiyatga ega. Zero davlatimiz rahbarining qaroriga muvofiq 2021-yildan buyon ushbu sana yurtimizda bayram sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda 130 dan ortiq millat va elat vakillari ahillik va hamjihatlikda istiqomat qilmoqda. Bugungi tadbirda 6 ta milliy madaniy markaz vakillari ishtirok etdilar. Bunday ezgu tadbirlarni tashkil etish bizga yaratilayotgan keng imkoniyatlar va ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor uchun mamlakatimiz prezidentiga samimiy minnatdorlik bildiramiz. Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan tashkil etilgan ushbu tadbir o'zaro hurmat, birdamlik va insonparvarlik qadriyatlarini ulug'lash, jamiyatda totuvlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.